Assalomu alaykum o'rtoq obunachilar. YouTube'ning obunachilari. Mana bizni patologiyamiz boshladik. 4 ta xona patologiyamiz bor. Hozir rekalash ishlari bo'lyapti. Mana ko'rsataman sizlarga. Keyinchalik plastigimiz, dekor plastik qoqamiz bunga. Dekor plastigimiz bitgandan keyin sizlarga yana ko'rsataman. Bu bitta xonamiz bu. Mana yoqda mana yana bitta xona bor. Rekalash ishlari tugadi. Yakunladik. Polni rekalash ishlari bo'lyapti mana. Cho'tki qilib rekalab chiqdik. Rasmlarda muammo bo'lmaydi. Bemalol like bosib aloqaga chiqaverasizlar. Pastiga mana aloqa uchun nima qoldiriladi. Mana hozir ustalarimiz ishlayapti mana. Qolgan joylarini 3-xonamiz reka qilish ishlari bo'lyapti mana. Reka qilyapmiz. Bitgandan keyin Sobir usta ishlayapti. Usta. Like bosaverasizlar Sobir ustaga. YouTube'da videolari bor, ko'rasizlar. Qolgan videolarini. Reka bo'lyapti mana. Yana sizlarga bafurcha video tashlaymiz. Sobir usta yozsalaring YouTube'dan chiqib keladi. Videosini ko'raverasizlar. Sobir usta bir qarab nomeringizni aytib yuboring. Birortasi qilsa plastik ishlari bo'lsa nima qilasiz? Sizga aloqaga chiqishadi. Nechi nomerdasiz Sobir usta? Nomer kerak emas. Ayting nomerni. Nima qilasiz? Biz nomer ishlayapmiz. Yo'q, nomer aytsangiz, bu nimangizni, videongizni ko'radi-ku, sizga like bosadi klientlar. Tushundingizmi? Shu aytib o'tib keting mayli, nechiligini. Nomer esimda yo'q. Nomerim bilmayman. Necha edi? 90 nechilik edi? 50lik, aha. 704. O'rtoq obunachilar 704 50lik Sobir usta deb yozsalaring YouTube'dan chiqadi. 50lik 704 4208 bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu yoqda rekalash ishlari bo'lyapti. Tugab qoldi, pashta tugadi. Aloqaga chiqaverasizlar.